Bilasizmi? Chayon o'zi tuqqan bolalarini o'z yelkasiga chiqarib, o'zini go'shtini yedirib, katta qilar ekan. O'zi holdan toyib, barcha azoblarga chidab, bolalari bor go'shtini yeb bitirgandan keyin nobud bo'lar ekan. Chayonni bolasi chayonda deb qo'ya qolamiz. Hozirgi zamonda ona qovurg'alari ostida bino bo'ladigan, uning jon ichida joylashgan joni, o'z tomirini uzib dunyoga keltirgan onalar ohu fig'oni ba'zi farzandlarni xuddi chayon bolasidan battar ekanligini eslatadi. O'z ota-onasini xo'rlagan, duosini olmagan, bir bor yo'qlab qo'yishga yaramagan farzandni chayon bolasidan qanday farqi bor? Xulosa o'zingizdan izlang.